Bugungi kunda Umra ziyoratchilarining soni kundan kunga ortib bormoqda, lekin ular orasidagi ayrim insonlarni shunday fikr qiynamoqdaki, ziyoratlari mukammal bo'lmasligi haqida o'ylashmoqda. Sababi ularning tanasida tatuirovkalari va qoshlarida rastushovkalari bo'lishi mumkin. Shunday tatuirovkalaringizdan qutulishda biz sizga yordam beramiz. Bizning dermatologiya markazimizda pikosekundli lazer orqali tanadagi tatuirovkalar, qoshdagi tatuajlarni hech qanday asoratlarsiz, oqarmasdan, chandiqlar qolmasdan, qoshlaringiz to'kilmasdan va oqarmasdan asoratlarsiz o'chirib beramiz. Bu apparatimizni inson organizmiga hech qanaqa zarari yo'q. Teri rangi mana ko'rib turibsizlar. 5-10 daqiqadan keyin o'z holatiga qaytadi. Muolaja bir oyda bir marta qilinadi, lekin nechtada o'tishi hammada individual. Kamida 2-3 tadan 4-5 tagacha o'chiriladi va muolaja yaxshi qabul qilinadi bemorlar tarafidan. Muolajadan oldin anestetik kremi suriladi, ya'ni tarkibida lidokayni bo'lgan og'riq kam bo'lishi uchun. Mana ko'rib turibsizlar. Muolajamiz tugadi. Savollaringiz bo'lsa, direktga murojaat qilishingiz mumkin.